Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Mana bugungi Airfield katyolimizda shunaqangi muammo bo'layotgan ekan. Muammo nimada bo'lyapti? Katyol zapuskat qilyapti, klaplar ochyapti, ishlayapti, lekin bitta muammosi BC ochibga beryapti. BC bu gaz bilan bo'ladigan muammo bo'ladi. Xo'p, gazimiz qanday bo'lyapti? Bu yerda hozir gaz liniyamizda bor. Mana gaz liniyamizda bor. Lekin faqat bitta muammosi gaz o'tkazmayapti. Sababi gaz va klapanni tiqilish bor. Xo'p, bu nimadan kelib chiqadi? Gaz va klapanda. Bu yerda musor, qurumlar liniyadan keladigan qurum musorlar kelib, to'g'ridan to'g'ri gaz klapan tagiga kirib ketadi. Bu yerda bitta xatolik bo'lgan. Bu yerda gaz va setishni filtr degan narsa bor yoki reduktor. O'sha narsa qo'yilmagani uchun shunaqangi holatlar uchraydi. Shunday holatlar, muammolar bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilsangiz, biz o'shanaqa muammolarni bartaraf qilib berishimiz mumkin. Xo'p, keyin bitta restartdan bosib ko'rdishdi, narsa qilishdi, yo'q, unda ishlamadi. Buni oddiygina sinaladigan oddiy usuli, men sizlarga aytib o'tib ketadigan bo'lsam, shunaqangi holatda gaz klapanini shu joyini yechasiz, shlangini, katyolni tokka ulaysiz, tokka ulagandan keyin bu yerdan oddiygina nasos yoki puflasangiz, o'sha yerda havo o'tmasa, demak gaz klapanida tiqilish bo'ladi. Bu oddiygina sinalish usuli. Biron bir jihoz yoki biron narsa shart emas, biron bir texnologiya deydi-ku, bir tester-pesterlar bilan nimalarni bilan o'lchash shart emas bu narsa. Xo'p, buni keyingi holatini sizga ishlatib qo'yib ko'rsatamiz. Videomiz davomida o'sha olib kelib penalab tekshirdik. Gaz klapanlari tozalandi. Polностью yangilandi. Gaz klapani tozalab qo'yildi. Xo'p, endi tekshiramiz. Olovimiz yondi. Qozonxonasida olovimiz yonib turibdi. Xudo xolasa endi dashi ishlaydi. Garantiyalari bo'ladi katyolimizda qilingandan keyin.